İnsan balası dünyaya kelgandan keyin bu dünyanın turli-tuman imtihonlariga duch keladi ekan. Ulardan ba'zilari bu imtihonlardan o'talsa, yana ba'zilari o'talmay yoki to'g'ri javobini topolmay hayoti tangirqash bilan o'tib ketadi ekan. Bugun biz shu imtihonlarning eng cho'nglaridan biri bo'lgan do'stlik haqida qisqacha to'xtab o'tamiz. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Dostluqning o'lchami bo'lamdi. Qandoq bo'lsa, ondan haqiqiy do'stlik bo'lgan bo'ladi. Biz qaraydigan bo'lsak, ba'zi bir do'stlikni ko'ramiz. Siz ozg'ina mol dunyo yoki mansab, amal topganingizda atrofingizda sizni do'stum deydigan kishilar paydo bo'lib qoladi. Undaq kishilar texi do'stlik imtihonidan o'talgani yo'q. Sizning shu topgan dunyolaringiz kamlab ketganda, mansab amallaringiz yo'qab ketganda, ondan ko'rasizki, ular do'stmi yoki emasmi shu chaqda oshkor bo'ladi. Ammo yo'qolmaydigan bir do'stlik bor. U bo'lsa-mu Alloh uchun do'st bo'lishdir. Payg'ambar alayhisalom iymonning halovatini tetib yashaydigan kishilar haqidagi hadisida bir kishini faqat Alloh uchun yaxshi ko'radigan kishilar iymonning lazzatini tetaydi degan edi. Xo'sh, undaqda Alloh uchun yaxshi ko'rish qanday bo'ladi? Bir kishini Alloh uchun do'st tutgan kishi uning qozongan g'alabalariga birlikda xushal bo'ladi. Agar do'stiga bir kelishmaslik kelsa, xuddi shu musibat o'ziga kelgandek bearam bo'ladi. Do'stining hech narsaga hasad qilmaydi. Chunki xiyonat dushmandan emas, do'st deb qaralgan kishilardan keladi. Agar do'stida Alloh yomon ko'radigan bir amalni ko'rsa, uningga samimiy nasihat qiladi, uning shu orqali Allohning rahmatidan uzoq bo'lib qolishiga qat'iy rozi bo'lmaydi. Mana bu hadislarda kelgan qiyomat kunidagi quyoshdan yo'ruq bo'lgan taxtlarda oltin javohirlardan yasalgan tojlarni taqab, xursand bo'lgan holda turadigan kishilarning amalidir. Agar sizga doim Allohni asl tutib turadigan bir yaqiningiz, do'stingiz bo'lsa, uni ching tuting. Imom Bag'aviy rahimahulloh o'zining kitobida shundoq bir hadisni naql qiladi. Jannatga kirgan bir mu'min kishi mening paloni do'stimning ahvoli qandaqroqdi deb o'ylab qopti. Halbuki uning do'sti jahannamda ekan. Ondan Alloh taolo farishtalarga uning jahannamdagi do'stini shu kishining yuz xotirasi uchun jannatga kirgizinglar deb amr qiladi ekan. Mana bular Alloh uchun do'st bo'lgan kishilardandir. Shunga Hasan Basri rahimahulloh jamoatga qilgan nasihatlarida mo'min kishilardan ko'proq do'st tutib qo'yinglar, chunki Alloh uchun do'st bo'lgan kishiga qiyomat kuni do'stiga shafaat qilish haqqi beriladi deb nasihat qiladi ekan. Islom tarixiga qaraydigan bo'lsak, Alloh uchun do'st bo'lgan kishilarning do'stlik haqidagi ajoyib ta'sirli qissalarni uchirtimiz. Ana shu qissalardan biri bo'lsa, Yarmuk g'azoti va u g'azotdagi qarindoshlik rishtisi edi. Bu jihatga ilgari Makka mo'tabarlarining eng boyvachchilaridan bo'lgan zot Ikrima radhiyallohu anhu qatnashgan bo'lib, bu jangda ajoyib boturliklarni ko'rsatgan. Badanining 70 necha yeri qilich nayza diyorlangan edi. Huzayfa radhiyallohu anhu mundaq deydi. U kuni havo nihoyat issiq edi. Jang oyoqlashgandan keyin men tog'amning o'g'lining qizli qumlar ustida yaralangan va shahid bo'lgan kishilar orasida qonga milangan holda yotganligini ko'rdim. Uning yeniga berib, nima xohlaydiganligini so'rasam, suv ishkisi borligini aytdi. Men yenimda elib olgan sudallikni uningga uzatib turishimga ancha yiroq bo'lmagan yerda birining suv degan ovozi anglandi. Tog'amning o'g'li suvni menga qaytirib shu tarafga ishorat qildi. Men ovoz chiqqan tarafga borganimda u yerda yotgani Ikrima edi. Uningga sudallikni uzatib tursam, yana birining suv deb nola qilgan ovozi anglandi. Ikrima radhiyallohu anhu menga suvni shu kishiga berishimni ishorat qilib, suvni olg'ili unmadi. Men suvni elib nurg'unlagan shahidlar va yordorlar orasidan u kishining yeniga borsam, suv talab qilgan u sahaba shahid bo'lib, ko'zlari yumilib bo'libdi. Men Ikrima suvni ichib olsin deb uning yeniga yugurib kelsam, u ham ko'zlarini yumib shahid bo'lib ketibdi. Hech bo'lmasa tog'amning o'g'li ichib olsin deb uning yeniga borganimda bo'lsa, u ham allaqachon shahidlar qatoriga qo'shilib ketibdi. Mana bu Alloh rozi bo'lgan kishilarning do'stligidir. Men so'zimni bu haqda xush bishorat bo'lib kelgan bir hadis qudusini o'qish bilan oxirlashtiray. Payg'ambar alayhisalom aytadiki, Alloh taolo mundaq deydi:
mening rizoliqim uchun bir-birini yaxshi ko'rganlarga, mening rahmatim uchun bir yerga to'plangan kishilarga, mening rizoliqim uchun bir-birini ziyorat qilgan kishilarga, men uchun mollari va jonlarini qurbon qilgan kishilarga mening rahmatim vojib bo'lsin. Ulug' Robbimiz barchamizga Alloh rizosi uchun tutiladigan do'stlarni nisib qilsin.